uyushtirishda do'stimiz Atajon Xudoyshukurovning hissasi juda katta. Avvalambor Qalaversa rayon partiya komiteti rahbarlari bu narsaga qiziqqan, bu xayriyaga qiziqqan, bu hissasini qo'shgan rahbar akalarimizga, do'stlarga hammasiga biz san'atchilar nomidan katta rahmat aytamiz. Chunki ota-bobolarimizning ruhi shod bo'lishi kerak. Har bir narsaning o'zining eski urf-odatlarimiz bor. Shular o'rnida bo'lsa yaxshi bo'ladi. Masjidlarimiz obod bo'lsa, biz ba'zi vaqtda Xorazmga, Qoraqalpog'iston, Turkmanistonda yurganimizda sal afsuslanib qolamiz. Chunki masjidlarimiz obod emas. Boshqa yurtlarda hamma yoq yaxshi. Mana yaqinda men Bog'ot stadionida konsert qo'ydim. Xayriya konserti bir masjid qurdiryapman. Rayon rahbarlari boshchiligida 20 ming so'mdan ziyod pul yig'ildi. Shuning uchun men o'zim boshlab ko'zimga isi bosib turibdi, bedabi 2 yosh turibdi. Shu yoshga bir narsa tashiymiz. Kimning yaxshi niyati bo'lsa, Xudodan qaytsin, yaxshi bo'ladi. Bu yo'q shu masjidga hissamiz beramiz. Qana, prezidentga mana kutib, har qaysi bir 2 yoshga to'lab qo'yinglar. Aka baravar. Ma baravar. Salomlar. Yaxshi bo'ladi, tamo-tamo ko'l o'rdi deydi. Hali yoshga chiqmay ham ketishi mumkin. Yana to'g'ri kelib, to'g'ri chiqib ketvormanglar, yaxshi bo'ladi. So'ng gaplashaveramiz. Hozir bizlar ham ashulachilar bilinmaydi, birarli so'm 60 so'm tashlab ketaveramiz. Chunki bu 2 oy ichida uncha bilinmaydi vaqt. Yana 2 oydan keyin bir-birimizni qarashib ko'raveramiz, paxta bilan bajarincha. Sog' bo'linglar, hammangizga yaxshilik buyursin. Faqat shunday yaxshi kunda ko'rishaveramiz. Rahmat hammangizga. Yaylaring yursin benim, vaktimimda bakmadım, yangam rahmet yapmadım. Vaktimimda bakmadım, yangam rahmet yapmadım. İki cavdum nezlede ağrey, kummaların yursin benim. İki cavdum nezlede ağrey, kummaların yursin benim.